Amir Temur, Temuriylar, Bobur va Boburiylar davrining ulug' siymolari tasvirlangan bebaho miniatyuralar bugun Buyuk Britaniya, AQSh, Fransiya kabi davlatlarning yirik muzey va galeriyalarida namoyish etilib, tomoshabinlarni hayratga solmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazidagi 2-Renessans ekspozitsiyasi doirasida ushbu betakror san'at namunalariga yana yangi hayot baxsh etiladi. Sivilizatsiyalar va kashfiyotlar devori deb nomlangan bu noyob devor miniatyuralar orqali tariximizni jonlantiradi. 57 metr uzunlik va 5 metr balandlikdagi devorda ajdodlarimizning bunyodkorlik faoliyati, oilaviy hayoti, ilm ma'rifatga bo'lgan intilishi, saroy hayoti kabi jihatlar mujassam. Devorning markazida esa buyuk Amir Temurning toj kiyish marosimi aks etgan Balx qurultoyi miniatyurasi joy olgan. Ekspozitsiya taqdimoti doirasida ishtirok etgan olimlar va ishchi guruh a'zolari bu monumental devor eskizi yuzasidan o'z fikr va mulohazalarini bildirib o'tdilar. Mahobatli surat eskizi bo'yicha hozir fikr mulohazalarni oldik. O'sha mutaxassislar tomonidan ishlarni ko'rishdi, ba'zilarini o'zgartirish, ba'zilarini to'ldirish yoki shu qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar olindi. Bu devoriy surat miniatyuralari joylashtirilishi, kompozitsiyasi umumiy holatda bir yo'nalish sifatida tasdiqlandi, lekin ichidagi miniatyuralar hali o'zgarishi, mavzu jihatidan yoki shaxslarga nisbatan bu o'zgarishi mumkin. Hozir olimlar tavsiya berishdi, bir nechta shu bo'yicha hozir miniatyuralarni o'zgartiramiz. Devorning yuqori 1 metr qismini muqarnas bezaklari egallagan bo'lib, u vaqt devori kompozitsiyalarini umumiy bir frizga birlashtiradi. Ushbu muqarnaslar 14-15 asrlarga oid bo'lib, Temuriylar davr saroylaridagi hashamatli bezaklar uslubida ishlangan. Ular relyef ko'rinishida bo'lib, yorqin ranglar va sof tilla bilan bezatiladi. Devor bo'ylab joylashgan har bir miniatyuraning atrofini o'ziga xos islomiy naqshlar o'rab turadi. Bu naqshlar nafaqat badiiy jilo, balki har bir asarni o'z o'rnida ajratib turuvchi ramkadir. Ramkalar orasida joylashgan geometrik ornamentlar esa kompozitsiyalarni bir-biriga qo'shilib ketmasligini ta'minlab, yagona vizual ansambl hosil qiladi. Bunday naqshlardan hashamdor qo'lyozmalarni bezashda keng qo'llanilgan. Miniatyuralar tanlovida Hirot, Buxoro, Samarqand hamda Hind maktablari uslublariga alohida e'tibor qaratildi. Sheroz, Isfahon, Tabriz maktablari namunalari mavjud bo'lsa-da, ular bizning mintaqamizga xos bo'lmagani sababli tanlovdan chiqarildi. Shuningdek, jang va ov sahnalari tasvirlangan miniatyuralardan ham ataylab voz kechildi. Sababi devor konsepsiyasi asosida sivilizatsiyalar, shaxslar va kashfiyotlar turadi. Zalga kirgan tomoshabinga zaldan turib shu 2-Renessans, ya'ni shu Temuriylar davri saroy muhitiga tushishini bir imkonini beradi. Ya'ni shu bugungi kungacha mana deyarli 1,5 oy, 2 oydan beri eskiz jarayonlari ketyapti. Bu boshida birlashtirish fikri tug'ilgandi, birlashtirib ham chizildi, qalamda eskizlar qilindi, rangda eskizlar qilindi, lekin yakuniy holat bor miniatyuralar, ya'ni o'sha tariximizdan bor mavjud bo'lgan mumtoz miniatyura asarlari asosida devoriy suratni shakllantirish to'xtamiga kelindi. Bu miniatyura agar aslida ishlash boshlansa, o'sha holstda, matoda akril bo'yoqlari, tilla suv yuritish tilla bo'yoqlari yordamida ishlanadi. Hajmi kattaligini hisobga olib 100 ga yaqin rassom ishlashiga to'g'ri keladi. 18 taga yaqin, 16 ta 18 ta miniatyura chiziladi ichiga. Qo'sh sahifalarni hisoblaganda 20 ta bo'ladi. Alohida miniatyura. Bizda miniatyura o'zi kitobda ishlangan, u qo'shaloq varroqda ishlangan. Uni hozir bir-biriga qo'shib bitta butun kompozitsiya holatiga keltiryapti. Shunga o'xshagan kompozitsiyalar 5 ta 6 ta bor. Miniatyuralarning orasida har biri qimmatli, chunki narxi yo'q. Men o'zim shaxsiy tajribamdan shu ko'p olimlar bilan gaplashgan suhbatimda shu markazda turgan Amir Temur taxtga o'tirishi, ya'ni Balx qurultoyi deb nomlangan miniatyuraning suratini faksimilisini, nusxasini olish uchun $1 million to'lashgan.